Assalomu alaykum, Katyol kanali hurmatli tomoshabinlari. O'zimiz ishlab chiqargan 20 kilovatlik avtomatik bunkerli katyolimizni ustanovkasiga keldik. Yoqib berish jarayoniga keldi. Uyda egalari qiynalmasin deb aloqaga chiqishdi. Yaqinroq joyda edi, xudo xolasa kelib, hozir ishlatib, ispitaniya qilib berdik. Katyolimiz 20 kilovatlik 200 kvadratli xonadonlarga bemalol quvvat yetadi. Zapas xoti bunkeriga 130 kg atrofida ko'mir hokasi oladi. Mirzajon, shuni oldin ochingda qara, ko'mir yoqqanimizni ham ko'rsatib qo'yaylik. Bunkeriga 2 qop shunaqa ko'mir hokasidan soldik. Ikkita paqir deganim, mana shunaqa paqirda ikkita soldik. Juda ham juda ham mayda aralashma ko'mir. Juda ham effekti zo'r bo'lyapti. Xonadon egalariga sal maydalik qiladi ko'mir izladik, lekin solib ko'rdik, 2 paqir soldik. Juda ham chiroyli ishlayapti. Yoqqanimizga 10 daqiqa bo'ldi. Xo'p, o'zidan 43 gradusda chiqarib beryapti. Sekin-sekin gradusni ko'taryapti. Bilasizlar, avtomatik katyollar gradusni sekinroq olib chiqadi. Biz toza hokani o'zida ispitaniya qilyapmiz. Gradusni olib chiqib olish uchun juda ham ko'p o'tinlar solmadik. Shuning uchun ko'mirni o'zida ispitaniya qilyapmiz. Xo'p, avtomatik katyolimizni tepadagi paneli. Xo'p, yoqib o'chirish uchun o'zini kulchatiri, gradusga qo'yadigan o'zini ligrovkasi, xohlasangiz 80, xohlasangiz 50, xohlagan gradusingizga qo'yasiz. Tepada qandaydir to'shni ko'rsatmayapti, telefonda kamerasiligi uchun. Hozir o'zidan 44 chiqarib beryapti, gradus ko'rsatib beradi. Bu rejimi hozir biz yoqish uchun 1 minutga 25 sekund qo'yganmiz. 1 minut shunday dam oladi. 1 minutdan keyin 25 sekund yonish qismiga ko'mirda surib beradi. Shunaqa qilib ligrovka qildik, lekin bu 3 minutga 10 sekund yetadi. O'rtacha 200 kvadratli joylarga minutini 3 minut qilasizlarda, sekundini 5 sekund yoki 7 yo 10 sekund qilsalaring bemalol bo'ladi. O'zini ventilyatorini, shu past-baland оборотini past-baland qilish uchun regulyator o'rnatganmiz paneliga. Tashqaridan kelayotgan tokni ko'rsatib beradi. Hozir hisobda 223 volt tashqaridan kelyapti. Katyolimiz to'liq atrofi izolyatsiya qilingan, utepленный, bemalol katyolxona yo'q joylarga ham qo'ysalaring bo'ladi. Misol uchun mana shunaqa joylarga, mana ochiq joyga qo'yilgan, tepasi naves. Yomg'ir tushmasa bo'ldi, tashqarilarga bemalol qo'ysalaring bo'ladi. Atrofi полный izolyatsionni katyolimiz. Dimoxodga asbest qo'yilgan. Asbest ham bo'laveradi. Hozir xonadon egalariga mana shunaqa turbani o'ragandaqa izolyatsiyada atrofini izolyatsiya qilib qo'yinglar, kondensat bermaydi deb tavsiya berdik. Xudo xolasa, atrofi ulanadi, atrofi o'raladi. Atrofi o'ralsa, issiq sovuq bo'lib, kondensat bermay turadi. Bu asbest ham. Katyolimizni dimoxodga chiqib ketish. Xo'p, 150 ga moslaganmiz. Ikkala tomonida podachi bor. Bitta, ikkita. Xohlagan tomoningizdan podachida olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz o'ng tomondan, xohlasangiz chap tomondan. Bo'sh joyini mana shunday qilib bemalol zaglushga qilib qo'ysalaring bo'ladi. Abratkasi ham bitta abratka bor, shunga ulangan. Xo'p, katyolimiz ishlashda davom etyapti. O'zi mana shunaqa ligrovkasi bor, ligrovkani suqib qo'yasizlar. Bemalol o'sha qo'ygan gradusga borib katyolimiz o'chadi. Katyolimiz 3 eshikdan iborat. Bittasi tepadagi eshigi teplomenni tozalash uchun kasetalari bor. O'sha qulay tozalash uchun hozir uni ham ko'rsataman. Ventilyatorni pasaytirdik. Mana shunaqa kasetalari bor. Juda ham tozalashga qulay, udobniy qilib qilganmiz. Mashitlarda to'lib qolsa, bemalol tozalab olasizlar. Katyolimizni o'rta eshigidan, xo'p, garelkasiga o't qo'yish uchun, tozalash uchun mo'ljallangan o'rta eshigi bor. Pastda bir sutkada bir mahal kulini olishga mo'ljallangan pastga kul eshigi bor. Katyollarimiz полный eshiklarini ligrovkalari, ligrovishni xohlagan paytingiz katyol 1-2 yildan beri keyin mashitdan cho'q yoki tutun chiqadigan bo'lsa, mana shu gaykani bo'shatib bemalol ligrovkasini aqqa-baqqa qilsalar ham bo'ladi. Tutun hech narsa chiqmasligi uchun maxsus qoplamalari
qoplangan hamma eshigida. Xo'p, kotelimiz staliga kelsak, 4 mmlik stalda tayyorlangan, ochiq va yopiq sistemalarga bemalol bo'ladi. O'zimiz tomonidan 4 davleniyada kotelda ispitaniya qilganmiz. Bunker qismiga kelsak, bunker qismiga ham alohida e'tibor berasizlar. Hech qayerda hali ochiq joy, svarka qilinmagan joy yo'q. Hamma joyi svarka qilingan, tutun hech narsa chiqmaydi. Xo'p, mana shu ko'mir soladigan joylarga maxsus qoplamalar qoplangan, tutun havo hech narsa so'rmaydi. Shinagiga kelsak, 0.35 vatlik Xitoyda original motori qo'yilgan, reduktor, двойной reduktor. Ikkita qo'yilgan, bitta, ikkita. Reduktor ikkita qo'yilgani sababi katta ko'mirlarni ham bemalol yanchib, o't yonish qismiga uzatib beradi. Uncha qizib, nima bo'lmaydi. Kotelimiz og'irligi naq 350 kg, o'zining ichiga 65-70 litr suvni oladi. Kilovati 20 kilovat bo'lib, mana shu xonadoningizda, kotelda, radiatorlarda 260 litr suv bo'lsa, полный sirkulyatsiya qilish kuchiga ega. Jicha xavfli bo'lsa ham kotelimizni ishlash jarayonini sizlarga ko'rsatamiz. Juda ham a'lo darajada ishlayapti mana kotelimiz. Juda ham chiroyli bo'lib yonyapti mana ichida olovimiz. Xo'p, bemalol 200 kvadratli xonadonlarga bexavf, unaqa umuman xavfli emas. Bunkeriga 130 kg ko'mirni shunday zapravka qilib qo'yasiz. 200 kvadratga xonadonni teplay izolyatsiyasiga, sistemani qanaqaligiga, sistemani ichida qancha suv ko'p ozligiga qarab 2,5 sutkadan 3,5 sutkagacha o'sha 130 kg ko'mir bemalol 200 kvadratli xonadoningizni isitib beradi. Xonadonimiz aka necha kvadrat to'shni? Xo'p, xonadonimiz mana shu darvozadan bu tomoni gidetda qanchacha kelgan aka sistema? Bu tomonga ham 2-3 ta xona bor ekan. Polni nechta radiator aka? Nechta radiator qo'yilgan? 20 ta har xil razmerdagi radiatorlar ustanovka qilingan. Xudo xolasa 200 kvadratga ustanovka qilindi. Bu videoda 2025-yil 13-oktyabr sanasiga olyapmiz. O'zimiz ishlab chiqargan avtomatik 20 kilovatlik ko'mirli kotelimiz narxi $1350 bo'lyapti. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati bilan birgalikda. Bemalol qanaqa savollar bo'lsa, videoda kommentariyasiga yozaverasizlar. Videolarda kamchiliklar va xatolar bo'lsa, uzr so'raymiz. Aytilmagan joylar bo'lsa, kommentariya yozinglar. Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Biz ishlab chiqarishimiz Farg'ona viloyatida. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida tashrif buyursangiz, shunaqa o'zimiz ishlab chiqargan avtomatik, ruchnoy, rossiyskiy, turetskiy 20 xildan ortiq ko'mirli kotellar bor. O'zimiz ishlab chiqargan ko'mirli kotellarning dastavkasi 12 ta viloyatga bepul, turetskiy, rossiyskiy kotellarimizni dastavkasi kelishilgan holda. Videoga like bosib, ko'mirli kotellar bilan tanishlarga shu videoni jo'natib qo'yamiz. Bu kotelimizni Farg'ona viloyati Quva tumaniga 200 kvadratli xonadonga ustanovka qilingan ispitaniya qilib berdik.